qaranglar bolalar, shunaqa video ko'rganmisizlar? GPS uzib tashlaganman, mana GPS modeli. Neoline 88 77 kechirasizlar. Neoline 77 Black versiyasini GPS mana shu bo'ladi bolalar. Uzib tashlaganman platadan. Mana bu rupur mana ichi, mana kolonkasi. Yana ustiga GPS gulshulkamiz bor, ya'ni GPS olmasligi uchun qo'shimcha. Va hozir to'rda radar bor. Mana hozir radarni test qilamiz. Silverstone F1 kompaniyasining Doppler Pro Wi-Fi radar detektor. To'rda lochin ko'z radar turibdi. To'rda ishlab turibdi. Hozir shuni lochin dedim, yomib ko'ramiz hozir. Qani, ko'radim yomib. Mana qaranglar. Topdi, malades. Bitta topdi. GPS topolmayapti, qaranglar. GPS qidiryapti, topolmayapti GPSni. Bitta topdi, ko'rasizlarmi? Endi bu topmayapti. Nimaga topmayapti bu? Nimaga ko'rmayapti? Radargacha bo'lsa masofasi necha metr bo'lishi mumkin? Radargacha masofasi bo'lsa bir 50-60 metr chiqar. Yo'q, mana tega kelamiz hozir, yo'q. Mana. Ko'rmaydi ham. Любой rejimga qo'yamiz. Rejimlarni almashtirish kerak-ku. Hozir qayerda edi? Rejim ustida mana sizga, mana knopka ekan. Trassa. Silverstone уже ko'rib turibdi. Trassada ko'rmayapti mana, qaranglar. Yo'q, lochinni ko'rmayapti bolalar. 5 yildan birimi, 4 yildan biri lochinni ko'ramiz deb baqirishadi. Birinchi lochinni olganmiz deyshadi. Qani birinchi olgan bo'lsalar, ne deteksiya qilmayapsizlar lochinga? Bu sizlardan keyin olgan bo'lsa ham, lekin deteksiya maksimum turibdi, deteksiya. Odamlarni aldashi bas qilinglar. Ko'rdinglarmi? Xulosa o'zingizlardan xulosa bolalar. Silverstone F1 bu nomer 1, F1 nomer 1. Eslab qolinglar. Bu ko'rmayapti bu. Ko'rmayapti. Qani shu savolga javob beringlar endi.